Salom hammaga yaxshimisizlar? 2 oylik tanaffusdan keyin men Mekrjon yana YouTube'ga qaytdim. Bugungi videoda Ko'kzunda animesidagi personajlar real hayotdagi qaysi futbolchilarga o'xshashini solishtiramiz. Agar videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, men videoni boshladim. Birinchi personajimiz bu Bachra. Bachrani maktab futbolchiga o'xshatdim, aniq bittasini tanlamadim. Xo'sh, sizlar qaysi futbolchilarga taxmin kommentariyga yozib turinglar. Men sizlarga 5 soniya vaqt beraman. Qani 5, 4, 3, 2, 1. Taxmin kommentariyga yozib bo'lgan bo'lsanglar, sizlarga men aytgan futbolchilar bu Neymar Junior va Ronaldinho. Ular ikkalasi ham dribbling va fintlar bilan odamlarni ustidan kulgani aldab o'tib ketishadi. Shunga men Bachrani Ronaldinho bilan Neymarga o'xshatdim. Chunki ular ham Bachra ham Neymar bilan Ronaldinhoning ilhomlanib yaratilgan deb o'yladim. Ya'ni o'zingizlar fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. 4-inchisi bu Shadow. Men uni Zlatan Ibrahimovichga o'xshatdim. Ular ikkalasi ham maydon haqida ozgandi. U imkonsiz vaziyatlarda gol uradi, xuddi Zlatandek. Akrobat zarbalar, o'ziga cheksiz ishonch va g'alaba gollar, bularning barchasi Shadowda bor. Uchinchi personajimiz bu Blue, ya'ni Ko'kzunda animesidagi Chaqqonvoy. Buni real hayotda qaysi futbolchiga o'xshatini deb o'ylaysizlar? Menimcha bu futbolchining o'z ismini aytishim shart bo'lmasa kerak, chunki u shubhasiz 100% Kylian Mbappe'ga o'xshaydi. Chigiri ham Kylian Mbappe ham tez yuguradi. Ko'zni ochguncha maydon u yog'idan bu yog'ida o'sha yetib kelgan bo'ladi. Ikkinchi personaj bu Baro. Uni maydondagi egasi 5 ta oltin to'p va 5 ta Chempionlar Ligasi bor bo'lgan futbolchi bu Cristiano Ronaldoga o'xshatdim. Baro o'zi maydonni qirol deb hisoblaydi. Gol urishni yaxshi ko'radi. Har doim o'zini ustida ishlab, oldingidan kuchli bo'lishga harakat qiladi va har doim diqqat markazida bo'lishni Ronaldoga o'xshab, maydon o'rtasidan pushkali gollar urib, boshqalarni hayron qoldirishga usta va bu jihatda u Cristiano Ronaldoga o'xshaydi. Va Yaponiya terma jamoasiga qarshi o'ynaganda xuddi Cristiano Ronaldoga o'xshab gol urishini nishonlaydi. 5-chi va bu videoning oxirgi personaji Nagi. U 8 ta oltin to'pi bor, deyarli olmagan kubogi yo'q bo'lgan futbolchi. Lionel Messiga o'xshat. Chunki Nagi Ronaldoga o'xshab ortiqcha mashq qilmaydi va unda Lionel Messiga o'xshab tug'ma talant bor. Lekin kerak paytda mo'jiza yaratib, kapton nazorat qiladi. Texnika va tabiiy iste'dod, yana tug'ma talant bo'yicha u Messiga o'xshash 05 futbolchi. Xo'sh, videoni shu joyigacha ko'rib, kanalimga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar insonlar. Hech bo'lmasa kamida like bosib qo'yinglar. Keyingi video qanaqa bo'lsin, qanaqa video qilib kommentariyada yozib qoldiringlar. Kim komment ko'p like yig'sa, o'sha mavzu bo'yicha video qilaman. Messi is the GOAT. He's my inspiration. You know, even when it comes to YouTube, he's my inspiration.